Aşık bulup Rabbingning jamaliga jannatga yordam bergin Allah deb şu an kelding harakatga hicrat qilding tog' 20. bab Allah yo'lida o'q etishning fazilati hamda uni o'ginib tark etishning gunohi. Bilginki Allah yo'lida jihad qilish niyati bilan o'q etishni o'ginish, o'gitish va uningda o'zaro musobaqalash bo'lsa, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam undigan va qiziqtirgan amallar qatoridandir. O'q etishning nurg'ulg'an fazilatlari bor. 1. Kishilarning Allah yo'lidagi jihadga tayyorlik qilishi uchun Alloh taolo o'q etishga buyurdi. Alloh taolo mundaq deydi: Dushmanlaringlar bilan urush qilish uchun qo'linglardan kelishicha kuch tayyorlanglar. Bir qism olimlar o'q etishni o'rganishning vojibligiga yuqorqi oyatni dalil keltirdi. Chunki oyatdagi kuch bo'lsa, o'q etishni ko'rsatadi. Uqba ibn Amir radhiyallohu anhu mundaq deydi: Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning munbarda turib, dushmanlaringlar bilan urush qilish uchun qo'linglardan kelishicha kuch tayyorlanglar degan oyatni o'qigandan keyin bilib qo'yinglarki, kuch tayyorlash degan o'q etishdir. Bilib qo'yinglarki, kuch tayyorlash degan o'q etishdir. Bilib qo'yinglarki, kuch tayyorlash degan o'q etishdir deganligini anglagan edim. 2. Alloh taolo bir o'q sabablik 3 kishini jannatga kirgizdi. O'qni yasog'uchi, otquchi va otquchiga yetkazib berguchi. Xolid ibn Zayd radhiyallohu anhu mundaq deydi: Men merga edim. Uqba ibn Amir mening yonimdan o'tib etib, "Ey Xolid, o'q atqili chiqayli" deydi. Bir kuni o'q etishga chiqish xo'shaqmagan edi. U menga: "Ey Xolid, yur. Men sana Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bu haqda nima deganligini aytib beray." Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: Alloh taolo bir pay o'q sabablik 3 kishini jannatga kirgizdi. Ular yaxshilikni umid qilib yasog'uchi, otquchi va otquchiga yetkazib berguchi. Shunga o'q etish va ot minishni mashq qilinglar. Menga nisbatan o'q etib mashq qilganinglar ot minib mashq qilganinglardan suyumlikdir. Mundaq 3 turlik ish behuda o'yin tomoshaga kirmaydi. Er kishining etini mashq qildirishi, ayoli bilan o'ynashi va yo bilan o'q etishi. Kimki o'q etishni o'ginib bo'lib tashlavatsa, ne'matni tashlavatgan bo'ladi degan dedi. Uqba ibn Amir radhiyallohu anhu vafot bo'lganda, uning 70 necha kamoni qolgan bo'lib, har bir kamonning o'qi va o'qtini to'liq edi. U ularning Alloh yo'lida ishlatishini vasiyat qilgan edi. 3. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sahobalar orasida o'q otdi. Salama ibn Akva radhiyallohu anhu mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'q etishni mashq qilayotgan kishilarning yenidan o'tib ketib, "Ey Ismoilning o'g'illari, aytinglar, sizlarning otanglar ham merga edi. Aytinglar, men paloni jamoat tarafda" dedi. Shuning bilan ikki guruhdan biri o'q etishdan to'xtab qoldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ulardan: "Sizlarga nima bo'ldi? Otmaysizlarga" deb so'ragan edi. Ular: "Ey Rasululloh, sen ular tarafda tursang qandoq atimiz?" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Aytinglar, men hammanglar tarafda" dedi. Bu hadis Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga agish yusidan yaxshilikni maqsad qilish sharti bilan merganlarning qalbini kuchlantirish, ruhini oshirish, o'q etishga targ'ib qilish va qiziqtirish uchun merganlar tarafda turishning mustahab ekanligiga dalildir. Ammo gina adovat tug'ilgan, havoyi havas ustiga qurilgan, shaytonparast qilib merganlar tarafdori bo'lish durust emasdir. Bundaq tarafbozlik harom bo'lib, uningdan buzuqchilik kelib chiqadi. Qilish, nayzi kaltak va boshqa jang qurollarini mashq qilish o'q etishga qiyos qilindi. 4. O'q etish bo'lsa, maqtalgan va targ'ib qilingan o'yin bo'lib, ayblangan ish qatoridan hisoblanmaydi. Uqba ibn Amir radhiyallohu anhu dan rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Pat orada sizlarga nurg'ulg'an zaminlar fath qilinib berildi. Alloh sizlarga yordam berdi. Shu vaqtda sizlardan biringlar o'zida merganlikni yetildirishdan bo'shab qolmasin. Ata ibn Abu Rabah mundaq deydi:
Men Jabir ibn Abdullah radiyallohu anhu va Jabir ibn Umayr Ansari radiyallohu anhuning o'q etayotganligini ko'rdim. Ondan u ikkisining biri ichi pushib o'ltirgan edi, yana biri uningga "O'g'rilik qilyapsan?" Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mundoq deganligini anglagan edim. Allohni zikr qilishdan boshqa ishlarning hammasi behuda ish yoki xatolikdir. Lekin 4 xislat bundan mustasno. 2 nishon o'tirsida mengish, itini mashq qildirish, o'z ayoli bilan o'ynashish va suv uzishni o'rganish dedi. Bu yerda maqsad qilingani qog'oz yoki terdan qilingan nishon taxtasi bo'lib, o'q atquchining nishon taxtasiga tekizib etishi maqsad qilingandir. Umar ibn Xattob radiyallohu anhu jihad maydonida askarlarni o'q etishga hamda uni davomlashtirishga tavsiya qiladi. Amir ibn Abasa radiyallohu anhu mundaq deydi: Biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan billa Taifni muhosiraga oldik. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning kimki Alloh yo'lida bir pay o'q atsa, uningga bir qo'l azod qilganning savobi berildi. Kimki Alloh yo'lida dushmanga bir pay o'q tekkizsa, shu o'q sababli uning jannatdagi martabasi bir daraja yuqori ko'tarildi deganligini anglagan edim. Hamda shu kuni 16 tal o'qni dushmanga tekkizdim. Kaib ibn Murra radiyallohu anhu mundaq deydi: Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning kimki dushmanga bir tal o'q tekkizsa, qiyomat kuni Alloh uning darajasini bir daraja yuqori ko'tardi deganligini angladim. Ondan Abdullah ibn Naham radiyallohu anhu: "Ey Rasululloh, bir daraja bilan yana bir darajaning orliqi qanchalik?" deb so'ragan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "U uyning bu so'g'izchilik orliqi emas, balki 2 darajaning orliqi 100 yillik musofir keldi" dedi. Hatto dushmanga o'qni tekkizolmasa-mu, Alloh shuningga binoan mukofotlaydi va uning ajrini hasilab beradi. Amir ibn Abasa radiyallohu anhu mundaq deydi: Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning islom uchun oqargan chas-soqol qiyomat kuni u kishi uchun nur bo'ldi. Kimki Alloh yo'lida bir pay o'q atsa, u o'q dushmanga tegsin yoki tegmasin, uningga bir mu'min qulni azod qilganning ajri berildi. Hamda bu uning uchun do'zaxdan parda bo'ldi.